Salom do'stlar, bugun sizlar bilan 5 bug ranking o'yinida hamma bosslarni yutishga harakat qilib ko'ramiz. Men o'zim birinchisini yutganman. Keyingisini hozir yutishga harakat qilib ko'ramiz. Videoya like basıp kanala abone olmayı unutmayın. Kanalda bakmayın, yazdıkça bana kaç oyunlarda oynayın. Bunu sen benim bana YouTube almayı, hiç kanalda imkansız. Mana hammasi buni ochganmiz. Buni ochdik hozir biz. Buni ham bor, shunga yoqmaydi. Keyingi bossga yetib kelgan paytimda videoni davom etaman. Mana do'stlar, bu joyni ham o'ynab, bu bossga ham yetdim. Buni ham o'ynab yutib ko'ramiz. Men videonun arasında gapirmay qilayotganimning sababi men o'zim gapirmasdan o'ynayman. Lekin yutishga harakat qilaman. Bu kıyım olarak da böyle yani mesela kıyım olmaz. Bunu hammasını açık pulumuz benim oluyor.
biz hozir mana bu Disco Gmini ochdik. Endi men bunga yetishga harakat qilaman. Lekin bu juda ham cheaterlik qiladi. O'yinni yaratganlar buni boshqacha qilgan. Mana bunga ham yetib oldim. Bunda ko'p marta o'ynasa kerak, chunki bu qiyin bo'ladi. Harakat qilaman bir marta o'ynashga. Qarab turinglar hozir. Qarab turinglar. Bu aynan cheatlik. Ya bo'lmasa bu o'yinni yaratuvchilarning juda bu hozir qaytib bo'lib qoldi. Hech narsa qilmayman. Demak, buni bemalol yuta olamiz. Oson bo'ladi. Cheaterni tushunasiz. Men o'zim modda o'ynayotgan bo'lsam ham bunaqa modda o'ynayotgan. Bunaqa cheaterni tutib o'ynayotganim. Qiyin bo'ladi deb o'ylagan edim, lekin juda oson bo'ldi. Bu video sizlar uchun nechadir 15 minutga bormaydigan video bo'ladi, lekin men uchun 1 soatlik vaqt bo'ladi. Hozir biz mana shuni ochdik. Bu joyda ham juda ko'p bosslar bor. Bu videoning ikkinchi qismini ham chiqaraman. Hozir bu mashinani gold skinga o'zgartiramiz. Do'stlar, men buni oltin gold skin qila olmadim, chunki vaqtim qolmadi. Shu videoni tugatishga majbur bo'ldim. Keyingi qismda buni gold qilamiz va barcha bosslarni yutamiz. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keting.